Juda ko'p aka ukalarimiz ham elektromobilga qanaqa antifriz quyish kerak deb savol berishayotgan ekan. Juda o'rinli savol. Sababi ba'zi bir elektromobillarda visokolt akkumulyator freon aqlashlangan, ba'zi birlarda antifriz aqlashlangan. Bunda sifatsiz antifriz quyish nimaga olib keladi desanglar, visokoltning akkumulyatorning antifrizni aqlashlangan bo'lganga okalarimiz shunaqa vaziyat bo'ldi. J11, J12 antifriz quyishyapti, natija sovutish tizimini antifriz chiritib yuborgan. Sifatsiz antifriz quyish natijasida okalarimiz katta rasxodga tushyapti. Antifriz, ya'ni visokolt akkumulyatoriga shunda o'tib ketyapti. Ya'ni qanaqa antifriz quyish kerak? Nima antifriz desanglar, J12++ yoki J13 antifriz quyish kerak. Shaxsan o'zimiz Adinol antifrizini ishlatamiz. Shu kungacha xudo xolasa muammo bo'lgan, ya'ni hamma zavod talablariga javob beradigan antifrizlardan bittasi. Antifrizga qattiq e'tibor beringlar akalar. Sababi bu sizlarga katta, ya'ni nemerenniy katta rasxodni olib kelishi mumkin. Bu videoni elektromobilning qanaqa antifriz quyish ekan, nima quyish, nima qilsam bo'ladi degan do'stlarga borib qo'yinglar.